Ava sel yanganda mangan bolsanglar yaxshi edi ballarim. Bo'ldi, meni verayli dada. Bardigan joyim yiroq. Uni ustiga yo'lmi yaxshi emas. Qarang'i tushib ketguncha tog'dan o'tib olmasak bo'lmaydi. Tog'da qaroqchilar ko'payib qapti. Agar qarang'i tushguncha o'tib bo'lmasak bizga xavf yetib qoladi. Peshinni endi o'qidik. Qarang'i tushguncha azodi berib bo'lasizlar emasmi? Har ehtimolga qarshi burunroq mang'inimiz tuzuk. Chunki mashinaning yuki xili bor. Shunga bak tez mang'ilimi bo'lmaydi. Xudoyim saqla, salomat berib olamiz, ha. Qani chiqinglar. Ömer bilan Xolid yo'q-ku. Mana keldik dada. Tayyor bo'ldi. Allohga omonat. Omon bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'l bo'lsin ballarim. Asr vaqti bo'lib qopti. Namozimizni o'tib olamdik, ha? İnşallah. Tağdan tushgunimi ozli qoldik. Bo'ldilar. Tağdan tushibdi o'qiyli. Tağ ichida to'xtamayli. O'zing salomat qilg'aysan, ilohim. Cho'nchatoq yo'qdi. Tash motor ustiga tushibdi. To'y simir ko'ygan o'xshaydi. To'y yo'q, amal qilmayapman. Qanchalik vaqtda o'ngshig'ili bo'ladi. Hozir aldirab bir nima degili bo'lmaydi. Avval sim tepib almashtirishimiz kerak. Ondan bir nima deyalaymiz. Avval sim topayli. Bu yerda zapasim bor ekan. Diqqat qilayli. Qaroqchilarning o'vsida to'xtab qoldik desa, birdamdan keyin qorong'i tushdi. Qaroqchilar qorong'i tushganda ish boshlarmish. Rahimsiz odamlar deydi. Qo'lig'i chiqqandan hammani bo'lib ketarmish. Men de qo'rqyapman dada. Qo'rqidek ish yo'q bolam. Xudoyim oson qiladi. Qaroqchilar tuyuqsiz chiqib kelishi mumkin. Shunga hammaylan sagak turishimiz kerak. Qur'onimni ilib olgan edim. Mashina bilan bo'lib ketib, asr namozini qazo qilay debdi. Damlashib, ayrim-ayrim o'qiylemekin deyman. Bir-birimizni qo'g'dimisak bo'lmas. Bo'lmasa chatoqning cho'ngi chiqadi. Yo'q. Jamoat bo'lib o'qiyli. Qaroqchilardan jinimizni saqlay olmay qolgan tursak, bu ansizchilikda jamoat bo'lib o'qisak yaxshi bo'lmasmikin deyman. Bo'lmasa, dal mushundaq vaqtda xavf namozi o'qiymiz. Xavf namozi degan nima? Odatdagi fariz namozlarni jang maydonida va dushmanlarning xavfga yo'liqish ehtimolli bor joylarda o'qish xavf namozi deyiladi. O'qilish usuli odatdagi jamoat namozlaridan ozroq farqlandi. Xavf namozining o'qilish shakli Qur'on Karimda bayon qilingan. xavf namozi degan nima tog'a? Tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz. To'g'ri. Bu namoz Qur'onda va hadislarda tilga ilingan. Alloh taolo Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va musulmonlarga xitob qilib mundaq degan: Safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqatan up-uchiq dushmandir. Alloh taolo payg'ambarimizga xavf namozining o'qilish shaklini bayon qilib, mundaq degan: Ey Muhammad,
Sen müminlar bilan birga bo'lib, ular bilan namozni o'qimoqchi bo'lganingda, ularning bir qismi sen bilan birlikda namozga tursin. Qur'onlarni yanada tutsin. Sajdaga berib bo'lgandan keyin ular orqanglarga o'tib tursin. Namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib, sen bilan birlikda namoz o'qisin. Ehtiyotchanlik bilan ho'shyor tursin va Qur'onlarni yanada tutsin. Kafirlar sizlarning Qur'onlaringlardan, ashyolaringlardan g'aflat qilishinglarni, shuning bilan sizlarga tuyuqsiz hujum qilishni orzu qiladi. Agar sizlarga yomg'ir sababli haraj bo'ladigan yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda Qur'onlaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va ho'shyor bo'linglar. Allah haqiqatan kafirlar uchun xor qilg'uchi azob tayyorladi. Safarga chiqqanda o'qinglar debdimi? Safardagi vaqtda ansizlik bo'lsa demakchi, ya'ni hozirgidek. Qasr qilib o'qinglar degan-ku. Qasr qilib o'qinglar degani 4 rakatlik namozni qisqartib 2 rakat o'qinglar degani. Tushundingmi? Safarlarda, jang maydoni va ansiz vaqtlarda farz namozni qisqartib o'qish Allohning bizga qilgan rahmati. Xavf namozi qanday yo'lga qo'yilgan? Bu haqda mundaq bir rivoyat bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan birga Usvan degan joyda edi. Xolid ibn Valid boshchiligida mushrik qo'shinlar kelyotdi. Ular qibla tarafda edi. Suyimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan birga peshin namozi o'qiyotdi. Mushriklar ularni ko'rib qattiq pushaymon qildi. Nemishqa pushaymon qiladi? Ular musulmonlarni namoz o'qib g'aflat qiladi. Sajdaga borganda o'ltiralaymiz deb o'ylab qolgan. Mushriklardan bir qismi Musulmonlar qurollarini tashlab, namoz bilan bo'lib ketadi. Ularni butunlay qirib etadigan bo'ldik. Bu qaytimga qalbi bizning deyishgan. Yana bir qismi bo'lsa, sal turib, ular bola chaqalari va jonlarini aziz biladigan namoz vaqti bo'ladi deyishgan. Dal shu vaqtda Jibril alayhissalom peshin bilan asr orlig'ida xavf namozi haqidagi oyatni elib tushgan. Asr vaqti kirganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oyatda bayon qilingandek xavf namozi o'qish uchun sahobilarni 2 saf tuzishga buyurgan. Xavf namozi faqat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga xosmi? Yo'q, xavf namozi shartlari tepilgan ahvol ostida, mayli safarda bo'lsin yoki jangda bo'lsin, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan keyinmi o'qilsa bo'laverdi. Xavf namozni qanday shaklda o'qiydi? Xavf namozining payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan qolgan bir qancha xil o'qilish shakli bor. Jamoat 2 guruhga bo'linadi. Agar dushman qibla tarafda bo'lmasa, bir guruh dushman tarafga qarab saqlab turadi. Bir guruhi bilan imom 1 rakat o'qiydi va u guruh dushman tarafga o'tadi. Kaynidan namoz o'qimagan guruhga kelib, imom bilan 1 rakat namoz o'qib, kayniga yonadi. Imom 2 rakat o'qib bo'lg'ashqa salom berib o'ltiradi. Kaynadala dastlab namoz o'qigan guruh kelib, 2-chi rakatini tamomlab, salom berib dushman tarafga qaytadi. Qolgan guruhimi o'xshash shaklda kelib, yana 1 rakatni tamomlab namozni oxirlashtirdi. Yana bir xil usul. Imom bir guruhi bilan ulabla 2 rakat o'qib salom beradi. O guruhga kayniga qaytib, o'rniga yana bir guruh keladi. Imom yana ular bilan birga 2 rakatni ulabla o'qib salom beradi. Bundaq bo'lganda har guruhga 2 rakatdan o'qigan bo'ladi. Ammo imom 4 rakat o'qigan bo'ladi. Imomning dastlab o'qigan 2 rakati uning o'ziga nisbatan farzga tava. Keyin o'qig'ini sunnatga tava bo'ladi. 3-chi xil usul, dushman qibla tarafda bo'lib qolsa, hammaylar qibla tarafga qarab namozga turadi. 1-chi rakat sajdada keyindagi guruh sajdaga bormay saqlab turadi. Oldidagilar sajda qilib bo'lgandan keyin ularmi sajda qilib turib oldiga o'tib o'rin almashtiradi. Yana boshqa shaklimi bor? Gap bilan bo'lib ketib, asrning vaqtimi chiqib ketay deb qopdi. Avval namozga turayli. To'g'ri, shunda qilayli. Allohu akbar. Allohu akbar.